Yurtimizda uyg'onish, yasharish, yangilanish ayyomi Navro'z olam nafasi kezib yuribdi. Xalqimiz ushbu qutlug' shodiyonani har yili o'zgacha shukuh va xush kayfiyat bilan tantana qiladi. Navro'z ayyomi bu nafaqat fasllar almashinuvi, balki qalblarda yangilanish, mehr-oqibat va ezgulikning uyg'onishidir. Bu muborak kunlarda har bir xonadonda baraka, har bir yurakka quvonch kiradi. Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashtir shiori ostida o'tkazilayotgan bayram tadbirlarida ham xalqimizning qadimiy urf-odatlari, milliy an'analarimiz keng namoyish etilmoqda. Navro'z o'zbek xalqining asriy qadriyatlarini o'zida mujassam etuvchi ezgulik shodiyonasidir. Bugun yurtimizning barcha nuqtalarida bo'lgani kabi, Toshkent viloyatining ma'muriy markazi Nurafshon shahrida ham Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lash ezgu g'oyasi ostida bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Unda yurtdoshlarimiz yurtimizning tinchligi, farovonligi, osmonimizning musaffoligi uchun shukronalar keltirmoqda. Mana bugun Nurafshon shahrida Navro'z kayfiyati avj olmoqda. Bu bayram yasharish fasli hisoblangani uchun yoshlarimiz, nuroniylarimiz, mahalla ahli xotin-qizlari chiroyli kayfiyati bilan shukuh qo'shib kelmoqdalar. Erta tongdan xalq sayllari bilan boshlangan tantanalarda o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini namoyon etuvchi ko'rgazmalar tashkil etilib, mehmonlarga milliy taomlar ulashildi. Tadbirda Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev ham ishtirok etib, yurtdoshlarimizni bayram bilan muborakbod etdi. Milliyligimizni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar, yorqin estrada yulduzlarining chiqishlari yig'ilganlarga yuqori kayfiyat bag'ishladi. Mana bugun men viloyatimizdagi Navro'z bayramiga keldim. Hissiyotlarimni tasvirlab bera olmayman. Bu e'tibordan o'zimni imkoniyati cheklangan deb hisoblamaslikka yana bir marta amin bo'ldim. Ushbu bayram tadbiri milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib etish, jamiyatda birdamlik va mehr-oqibat muhitini mustahkamlashga xizmat qildi.